Yuqoridagi videoda odatda qurilishda qo'llanilayotgan beton namunasi. Ostki videoda esa yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan beton namunalarining siqilishga bo'lgan mustahkamligi sinovdan o'tkazilmoqda. Ahamiyat bering, oradagi farq katta. Odatda hozirda qurilishda qo'llanilayotgan betonlarning o'rtacha mustahkamligi 35-45 megapaskalni tashkil etadi. Yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan betonlar esa 60 megapaskal va undan yuqori bo'lishi kerak. Ushbu yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan betonlar uchun alohida GOST 31914, ya'ni monolit konstruksiyalar uchun og'ir va mayda donalik yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan betonlar sifat nazorati va uni baholash qoidalari standarti mavjud. Yuqori mustahkamlikka ega beton olish uchun faqatgina sement sarfini oshirish kifoya emas. Mustahkamlikni olish uchun bir qancha parametrlarni nazoratga olish zarur. Ushbu parametrlar haqida keyingi videomizda batafsil ma'lumot beramiz.